Alloh tabarak va taolo mana bu yaxshilik qilishliklarini bir necha pog'onalarga bo'ladi. Eng birinchisi ota-ona turadi mana shuning ustida. Eng birinchisi. Biz gohida ota-onalarimizni jerkimiz. Ular bir so'z aytadigan bo'lsa, aqlimizga to'g'ri kelmasa, bizni bilmimizga to'g'ri kelmasa, siz ota hech narsani bilmaysiz deb ularga ters qarab ketishlikka harakat qilamiz. Gohida shunday bo'lib qoladi-da. Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizga va hatto ota-onaga yaxshilik qilishga amr qilgan. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsa, ota-onasiga ham yaxshilik qilsin. Ibodat qilishlikdan keyingi kelayotgan amr ota-onaga yaxshilik qilishlikka bo'layapti. Ota rozi, Xudo rozi degani mana shu oyatda bilinadi. Allohga ibodat qilyapsiz u ota-onangiz sizdan norozi bo'ladigan bo'lsa, bu ibodat emas degani. Allohga ibodat qilyapsiz u ota-onangiz sizdan rozi bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita amr bir joyda kelyaptiki, birisi rozi bo'lib, birisi rozi bo'lmasa, bu ikkalasida ham foyda yo'q degan aslida.